Ko'rib turganinglarda ikki etajli kravatimiz 1.80 ga 1 metr ishlangan. Matraslarini ko'rib turibsizlar, juda ham sifatli bo'ladi. Hech qanday tashlasa ham bemalol ko'tarilgan kravat bo'ladi. Ancha qattiq kuch ishlangan, juda ham sifatli. Konkretli kravat prostagasi xullas. Razmeri hozir bu 1.80 bo'lsa, sizlarga 2 metr qilib beramiz. Xolasinglar 1.70 joyiga qarab joyidan kelib chiqib, любой rangda, любой razmerda qilib beramiz. Ikkiga matrasga keladigan bo'lsa, matrasning ham har xillari bor, tanlaysiz. 400 ming so'mdan 500 ming so'mdan boshlab ketaveradi. Xolasinglar, bu matrasdan oladigan bo'lsanglar, o'zi bu matras o'zi ham kimdirlarning kravatidan ko'ra qimmatroq matras, lekin ancha sifatli matras bo'ladi. Mana bu matrasimizga keladigan bo'lsa, ikki tarafini ham ishlatsangiz bo'ladi. Bir tarafi qattiq, bir tarafi yumshoq bo'ladi. Xullas, xibishli bo'ladi. Matraslarimiz ham ancha sifatli bo'ladi. Prujinalari ham hamma narsasi zo'r cho'kib ketmaydigan matras bo'ladi. Bu kravatlarimizga tushadigan patsvet qilib shkaflarimizni 2 ta eshikli, 3 tali, 4 tali, 5 tali farqi yo'q. Любой razmerda zo'r katsada xullas qilib beramiz. Ikkiga polkalar. Bunaqa polkali deysizlarmi, kitob javonlar deysizlarmi? Nima desanglar, MDF sohasiga nima xaroblik bo'lsa, eshingizni bo'ladi, farqi yo'q. Любой narsani qilib beramiz. Hammalarning general zoq ko'chasidagi boy bola bolalarni ham kutamiz.